Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 18-yanvar. Odatdagi migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklarni hozir birma-bir aytib o'taman. 2026-yil boshidan boshlab jamoat transporti yo'l chiptalari narxi ko'tarildi va jarimalar ham oshdi. Migrantlarni Rossiyaga ishga jalb qilish bo'yicha yangi reja ishlab chiqilyapti. Rossiya bo'ylab dvorniklarga bo'lgan talab sezilarli darajada oshdi. O'zbekiston davlat rahbari migrantlar haqida alohida yangi buyruqlar topshirdi. Rossiyaning bir teleboshlovchisi Markaziy Osiyo va Armeniya haqida bir ajoyib so'zlar bilan chiqdi. Sankt-Peterburg shahrida migrantlar ustidan nazorat ancha kuchaytirildi. Ana endi yangiliklar bilan tanishing. 2026-yil boshidan boshlab butun Rossiya bo'ylab jamoat transportining yo'l chiptalarining narxlari ko'tarildi. Shu bilan birga transport qoidalarini buzganlik uchun jarimalar ham keskin oshirildi. Bu jarimalar 2000 rubldan 5000 rublgacha ko'tarildi. Ana endi ish kiyimda bir tashqi ko'rinishga e'tibor bermasdan, badbo'y hid bo'lsin yoki qanaqadir mehnat kiyimida metroga tushgan yoki tramvayda, jamoat transportida harakatlanayotgan Rossiya fuqarosi bo'lsin, chet el fuqarosi bo'lsin, bular ham jarimaga tortiladi. Bu 1000 rublgacha. Ko'pchilik ahamiyat bermaydi-da, shu uyi ish joyidan yaqin bo'ladigan bo'lsa, jamoat transportidan shu ish kiyimda harakatlanishni to'g'ri biladi. Bunda ogoh bo'lishingiz kerak. Mana shu 2026-yildan boshlab shu ust-boshingiz, tashqi ko'rinishingiz kir holatda bo'ladigan bo'lsa ham, jamoat transportidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, sizni mana shu politsiya xodimi qo'lga tushirib jarima tortishga bu sabab bo'ladi. Shu joylarda ogoh bo'ling. Rossiyaga ishchilarni jalb qilish bo'yicha yangi tajriba o'tkazilmoqchi. Bu haqida men Instagram sahifamda ham aytib o'tdim. Shu video ostida Instagram sahifamni ham qoldiraman. Shu yerga o'tib, bundanda qisqaroq doim migrantlar bilan bog'liq shu yangiliklarni tanishib borishingiz, o'tda bundanda sifatliroq va qisqa metrajli video roliklar bilan tanishib borishingiz ham mumkin bo'ladi. Shu bu chet el fuqarosi hujjat masalasiga yugurish, boshqa bir bosh og'riqlarga duch kelmaydi. Mana uydan keladi-da, shu yerda uydan chiqmasdan oldin hujjatlar rasmiylashtiriladi, keladi, ishlaydi va ketadi. Shu haqida. Men yana qaytaraman, Instagram sahifamga o'tinglar. Bunda mana shu haqida alohida to'xtalib o'tganman va bundan boshqa yangiliklar bilan u yerda doim tanishib borishingiz ham mumkin bo'ladi. Rossiya bo'ylab dvorniklar uchun talab keskin oshib boshladi. Hozir Rossiya bo'ylab dvorniklarga o'rtacha 95 ming rublgacha maosh taklif qilinyapti. Bu avval o'zlaringiz bilasizlar, shu dvorniklar doim 30-35 ming rubl, maksimum 40 ming rublgacha ishlab kelishgan bo'lsa, mana shu dvorniklar tanqisligi sababli hozirda 95 ming rublgacha mana shu qish sezon bo'lgani sababli shu oylik maoshda va'da qilinyapti. Joylarda ko'ryapmiz, mana shu dvorniklar yetishmasligi oqibatida yoki migrantlar yetishmasligi sababli Rossiyada ham ish boshlanishi juda og'ir bo'ldi. Joylarda navbatlar ko'paydi, avtobus haydovchilari kamayganligi va boshqa sohalarda ham shu migrantlar tanqisligi sababli 2026-yil boshidan shu rossiyaliklar uchun migrantlarni keskin qisqarganligi sezilarli ta'sirini ko'rsatyapti. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Fikrlaringiz bo'lsa video ostida izohlarda qoldiring. Bu men uchun ham qiziq. O'qiyman, tanishaman, sizlarning fikrlaringizni shu ommaga olib chiqishga harakat qilaman. O'zbekiston davlat rahbari chetda yurgan migrantlar haqida alohida to'xtalib o'tdi va bu haqida yangi buyruqlar topshirdi. Davlat rahbarining aytishiga ko'ra, aksariyat hollarda Tashqi ishlar vazirligi rasmiy nota berish bilangina cheklanib qolyapti. O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan turli reydlarda huquqlari buzilayotgani haqida ham gapirib o'tdi. Davlat rahbari elchi va konsullar har bir holat yuzasidan malakali yuridik yordam chetda yurganlar uchun ko'rsatib, xorijdagi fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishlari shart ekanligini aytib o'tdi. Va yana Shvetsiya, Daniya va Norvegiya bilan kelishuvga erishib fuqarolarimizni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborish mumkinligi haqida ham alohida ta'kidladi. Rossiyada oxirgi paytlarda ko'ryapmiz, bu butun mamlakat bo'ylab etnik tozalash ishlari ketyapti. Biz uchun shu o'zbek xalqi uchun Rossiya bo'lmasa boshqa bir Yevropa va boshqa qo'shni davlatlar ham bor. Bu haqida Rossiya hukumati bilib qo'yishi kerak. Mana shu oxirgi paytda bo'layotgan migrantlarga qarshi ta'ziqlar va har xil qo'shimcha tekshiruvlar, sababsiz chiqarib yuborishlar ko'payyapti. O'ylashimcha mamlakatda etnik tozalash ishlari ketyapti. Bizni mehnatkash xalqimiz uchun Rossiya bo'lmasa boshqa yangi davlatlar eshiklari ochiq. Rossiyani bir teleboshlovchisi Vladimir Solovyov shu migrantlar haqida, O'rta Osiyo va Armeniya davlatlari haqida bir qiziq fikr bilan chiqdi.
Bu fikrlar uchun Rossiya rasmiylaridan izoh so'raldi. Rossiya hukumati rasmiylaridan bo'lgan Zaxarova aynan shu haqida to'xtalib o'tdi va bunaqa harakatlar qilmoqchi bo'lsa, bu haqida Rossiyaning rasmiy mansabdor shaxslar tomonidan aytib o'tiladi deb to'xtaldi. Shuning uchun internet tarmoqlarida ko'p tarqalayotgan bu so'zlarga e'tibor bermaslik kerak. Rossiya hukumati hozirda O'rta Osiyo bilan boshqa davlatlar bilan juda yaqin, qalin aloqada ekanligini ham alohida bu kishi ta'kidlab o'tdi. Sankt-Peterburg shahrida migrantlarga qarshi red tadbirlari va migrantlar ustidan nazorat ancha kuchaytirildi. Masalan, Sankt-Peterburg shahrida xususiy universitet rektori ham talabalik vizalarini sotib kelayotganligi uchun qo'lga olindi. Va Sankt-Peterburg hostellarida ham keng qamrovli katta red tadbirlari o'tkazildi. Yangi yildan yangi noqonuniy migrantlarni aynan Sankt-Peterburg shahridan qidirish ancha kengaydi. Politsiya xususan Masinskiy ko'chasidagi bitta hostellda 1742 nafar chet el fuqarosi qog'oz ro'yxatdan o'tgani, lekin u yerda ular yashamayotganligini aniqladi. Bu avval bilsalaringiz Moskva shahrida bo'lar edi. Shu aynan registratsiya bilan bog'liq muammolar bo'lgani sababli hosteldan chet el fuqarosi ro'yxatdan o'tkazilardi, registratsiyalar sotilar edi va hokazo. Ko'ryapmiz-ku, mana endi Moskva shahrida Amin ilovasi ishlab chiqib, bunday muammoga barham berildi. Sankt-Peterburg shahrida ayni muammoni asli kelib chiqish mohiyati nimada o'zi? Registratsiya bilan bog'liq muammo bo'lgani sababli mana shu hostellarda chet el fuqarosi ro'yxatga qo'yishga majbur bo'ladi yoki registratsiyani sotib olishga. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Rossiyaning qaysi hududlarida yana hali to'liq to'g'rilanmagan muammolar bor? Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Do'stlar, shu bilan sizlarga tayyorlagan yangiliklar va xabarlarim o'z nihoyasiga yetdi. O'ylayman, bu yangiliklar, xabarlar sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. Bizni kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hali ham obuna bo'lib olishni maslahat beraman. Shu o'rinda Telegram kanalimizga, Instagram sahifamizga bu yerda migrantlarga oid doim yangiliklar va qulayliklar berib boriladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.